Çinpok'un efendinin makalesining davomi. Agar Amerika bir jungo siyosatini o'zgartib, ikki jungo siyosatini qo'llansa, boshqa davlatlarning agishib kelishiga ta'sir ko'rsatib, butkul xalqaro jamiyatning e'tirof qilishiga erishadi. Shundaqla jungoda fuqarolar tez sur'atda ovoz qo'shadi. Demokratiyaga tashna bo'lgan jungoliklar Junxomingo hukumatini qo'llab, kompartiyaning ahmoq qilishiga uchragan jungoliklarning iddiasida zo'r o'zgarish bo'ladi. Üçüncü, bir jungo bir Tayvan siyosati. Diplomatiya sohasida endi mana diqqat qilinglar. Diplomatiya sohasida Amerika ham jungoni e'tirof qilib, ham Tayvanni e'tirof qildi. Deb davomlashtirdi siyosiy obzorchi Çinpok'un. U chaqda e'tirof qilishga erishgan Tayvan Junxomingo degan ismga chevrimilib qolmaydi. Tayvan Junxomingo bo'ladi. Bu yerda millatni e'tirof qilish bo'ladi. Junxomingo degan nima? O'mi ko'chib kelgan ko'chman Xitoy. Ko'chman Xitoylar Tayvanda qurgan hokimiyat degan gap. Xuddi Xinjiang ko'chib kelib, Xinjiang ko'chman Xitoylar qurgan hokimiyat degan gap. Hozir Çinpok'un ikkinchi ehtimollik nima? Amerika e'tirof qilsa Junxomingoni emas, Tayvan Cumhuriyatini, Tayvan xalqini e'tirof qildi deydi. Bu yo'l ko'plagan Tayvanliklar bo'libmi Tayvan mustaqilchiligi orzu qiladigan yo'ldir. Bu yo'l. Shunda qilib Tayvan xalqi echilib yayraydi. Lekin jungo taraf bo'lsa mustaqillik va birlik keltirishdan kaskin munozarasi boshlanishi mumkin. Agar shu paytda jungoni demokratiyalashtirish tez orada yetib kelib, bu munozaralarni hoddiga kelib, hal qilmasa undaqda jungoda bir partiya hukmronligi ostida qolgan talash tortish kompartiyaga besim elib keladi. Millatchilik opti yamraydi. Kompartiyaning Tayvanga hujum qilishni keltirib chiqarishi mumkin. Jungo nimalarni qilishi mumkin? Savol qo'ydi Çinpok'un. Prezident Trump'ning bir jungo siyosatiga qaratilgan o'zgarishning yo'nalishiga qarab, jungo nimalarni qilishi mumkin? Masalan, hozir Prezident Trump vazifaga o'ltirmadi. 1-oyning 20-kuni vazifaga o'ltirdi. Mushuning qarab jungoliklar endi hozir nima qilishi mumkin deydi. Savdo va boshqa muammolar bo'yicha Amerikaga yo'l qo'yishi mumkin. Shuning bilan Amerikaning bir jungo siyosatini davomlashtirishga kapolatga qilishi mumkin. Amaliyotda atalmış yo'l qo'yish haqiqiy ma'nodagi yo'l qo'yish emas. To'xtatish balki Amerikaning manfaatiga ziyon solishni to'xtatishdan iborat yo'l qo'yish bo'lishi mumkin. Masalan, ta'tir farq paydo qilishni to'xtatish, aqliy mulk huquqiga daxl taruz qilishni to'xtatish, dunyo savdo tashkilotining nizomnomalariga xiloflik qilishni, aldamchilik qilishni to'xtatish. Hozirgacha Prezident Obama hukumati dunyo savdo tashkilotiga jungo to'g'risi 15-qatimliq arzni boshladi. Guruch, qo'noq, anandagi yana bir mas'uliyat buni jungoga eksport qilishni, jungo to'sqinlik qilganligi uchun Prezident Obama hukumati 15-qatimliq dunyo savdosi arz qilishni boshladi. Amerikaning jungodan umid qilindigini yovuzlikni tark etib, yaxshilikka yuzlanish bo'ladiganlar bo'lsa, qoida bo'yicha aytganda bu ishlarni qilish tez emas. Lekin hokimiyatning amilligini va allaqachon nafga erishganlarning manfaatini birinchi o'rin qo'ygan kompartiya doiralari bunday qilishni hargiz xohlamaydi. Kompartiya xalqaro prinsiplarga amal qilsa, shirkatlarga qo'shimcha yordam berishni to'xtatsa, Amerika bilan bo'lgan savdo eng zo'r ta'sir farqdan ayrilib qoladi. Shuning bilan jungo iqtisod taraqqiyotining to'g'ridan ayrilib qolishdan ansiraydi. Yani shuning bilan jungo iqtisod taraqqiyotining to'g'ri ishlab chiqarish va turikdan ayrilib qolishdan ansiraydi. Faqat iqtisod jungo kompartiyasini hokimiyat beshib turayotgan birdan bir narsadir. Çinpok'un maqolesini davomlashtirdi. Jungoda qattiq qo'llarning zuvoni deb ataladigan yer shari vaqt gazeti maqola e'lon qilib, ochiq oshkora holda nima dedi deb savol qo'ydi Çinpok'un mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump bir jungo siyosatini o'zgartgan hamon jungo kompartiyasi qo'llangan vositalar, ya'ni xalqaro prinsiplarni boshqa vositalardan iborat. Bu vositalar tuvanlikcha. Bir jungo siyosati o'zgargan hamon jungo ishlatadigan vositalar, qarshi tadbir bilan jungo ishlatadigan vositalar. Birinchi, yadro qurollar tashkilotini to'liqlash, Tayvan va dunyoga yadro tahdidi paydo qilish. Ikkinchi, Amerikaning dushmanlarini qo'llash, balki xufiyona holda ularga qurol yarog' yetkazib berish. Amerikaning atalmış düşmanları deb davomlashtirdi siyosiy obzor Çinpok'un xalqaro terrorist tashkilotlar, ba'zi tashkilotlari Taliban va Chavshan degandek yuksak davlatlarda deydi.
Prezident Trump Davlat bexatarlik komiteti maslahatchi qilib tayinlagan Folin apandi yaqinda mundaq ko'rsatdi. Jungo va Chavshan islomik terroristlarning ittifoqlashi, men bu so'zni anglab Chimpokong deydi. İslamik teröristler Chavshan va Jungoning ittifoqlashi degan gapni anglab ko'rib intayin hayajonlandim deydi Chimpokong apand. Bunda haqiqiy gap oxiri Amerika siyosiy arboblarning og'zidan chiqdi. Demak, Jungo sen terroristlar bilan birlashgan davlat degan gap oxiri Amerikada siyosiy yo'llarning og'zidan chiqdi deydi Chimpokong. Biroq deydi Chimpokong apand, yer shari vaqt gezisi yoshirin holatdan oshkora holatga o'tib, o'zining satchiligini oshkordi. Agar kelgisi deydi Chimpokong, Jungo Kompartiyasi Amerikaning dushmanlarini qo'llashni oshkora elib boradigan bo'lsa, butun yer shari tarafidan tashlab etildi. Hamda Amerika Jungo o'rtasida urush portlashi mumkin. Uning ustiga agar Jungo oshkor holda Amerikaning dushmanlarini qo'llaydigan bo'lsa, acaba Amerika Qo'shma Shtatlari Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'urlarni qo'llamamdi ekan, qo'llayolmamdi ekan deydi Chimpokong. Mana shu gap Chimpokongning oxirgi bir jumla so'zi uchun men shu maqolani tayyorladim. Endi yo'ldoshlarga vaqtlarga yetkazdim. Endi bu yerda gap nima deyapti Chimpokong deganda, yer shari vaqt gazeti agar Trump yoki prezident Trump yoki Amerika bir jungo siyosatida voz kechsa, shundoq muomala qilsa, Tayvanga boshqa xil shaklda muomala qilsa, u vaqtida jungo hukumatı Amerikaning dushmanlarini qo'llaydi, xufiyani qo'llaydi, qurol yarog' bilan qo'llaydi degan. Bugun Chimpokong nima dedi? Sen shundoq qo'llaydigan bo'lsang, Amerika Qo'shma Shtatlari Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi Uyg'urlarni qo'llayapman ekan. Masalaning vazni, gapning uzoyi mana shu yerdan chiqdi degan gap. Siyosat mana shunday davom qildi ekan. Shu so'zlarni Chimpokong so'zladi. Biz Turan apandi vatanda millat vatanda biror parcha maqol yasak, Deng Xiaoping andoq deydi. Liko Changmandaq deydi deb maqola yozadi Turan apandi. Endi chet elga chiqib Amerikadagi demokratik davlatdami Chimpokong undoq deydi, Wangdan bundoq deydi, Jinsharing bundoq deydi demasak bo'lmaydi. Tushundingizmi Turan apandi? Shunga hozir deyotgan gap mening gapim emas. Sen Amerikaning dushmanlarini qo'llasang, Jungo Kompartiyasi u vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlari Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi Uyg'urlarni qo'llashni bilmamdi ekan.